Assalomu alaykum futbol loyiha kanal kuzatuvchilari. Bugun bizda 10-tahliliy video. Shu munosabat bilan ikki uchrashuvni tahlil qilishga qaror qildik. Bir xil ssenariydagi Atletico Madrid, Real Madrid qarama-qarshiligi va PSG Liverpool bahsi. Sizlar bilan Kamina Farhod Turkunov. Demak, boshladik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chempionlar Ligasining yangi formati bizga play-off bahslaridayoq yuqori emotsiyalarni taqdim etishni boshladi. Nimchorak finaldagi emotsiyalarni tasvirlab berish oson emas. Chorak finalda ham umid qilamiz bizni mana shunday emotsiyalar taqdim etuvchi ajoyib bahslar kutib turibdi. Keling endi bahslarni navbatma-navbat tahlil qilamiz. Dastlab Enfield'dagi bahs, keyin esa Wanda Metropolitanoga yo'l olamiz. Ushbu jamoalar o'rtasidagi birinchi uchrashuvni ham tahlil qilgan edik. Undan keyin har ikki klub ichki chempionat doirasida bittadan o'yin o'tkazdi. PSG rotatsiya qilib ham yirik hisobda Rennesni mag'lub eta oldi. Liverpool esa asosiy tarkib bilan Southamptondan ustun keldi. Jamoalarning javob uchrashuvdagi tarkibida birinchi bahsga qaraganda umuman o'zgarish bo'lmadi. Kutilganidek, Enfieldga yig'ilgan muxlislar o'z sevimlilarini yuqori darajada qo'llab-quvvatlashdi. Bunday qo'llab-quvvatlovdan keyin Merseysideliklar yana himoyaviy o'yin ko'rsata olmas edi. Shu sabab ilk daqiqalardanoq jamoa vakillari yuqori pressing uchun oldinga borishdi. Dastlabki daqiqalardanoq Slot jamoasi odatdagi 4-2-4 sxemasida pressing uyushtirdi va jamoa 2-4-4 sxemasida ham yovvoyi pressingni uyushtirdi. PSG bu bosimni his qilib dastlabki daqiqalarda himoyalandi va o'z imkoniyatini qarshi hujumda kutdi. Liverpool avvalgi uchrashuvda 90 daqiqada 2 zarba yo'llagandi. Ushbu bahsda 2 zarba uchun 6 daqiqa yetarli bo'ldi. Qiziq jihatlardan biri 2 zarbani ham avvalgi uchrashuvda umuman zarba yo'llamagan Muhammad Salah yo'lladi. Nuno Mendesning o'yiniga avvalgi uchrashuvda ham to'xtalgan edik. Portugaliyalik himoyachi ushbu bahsda ham yuqori darajadagi o'yinini namoyish etib berdi. 22 yoshli hujumkor himoyachi 4-daqiqada 2 marotaba jamoasini muqarrar goldan qutqarib qoldi. Dastlab Alissonning long boli va Hakimining bo'sh harakatidan keyin Salahga imkoniyat bermay to'pni uzoqlashtirgan bo'lsa, keyinroq yana bir bor misrlik futbolchining zarbasini blok qildi. Ushbu vaziyatda Donnarumma to'pga ulgurishi juda qiyin edi. Muhammad Salah avvalgi bahsdan so'ng o'z o'yinini tahlil qilib chiqqanligi ko'rinib turgan edi va u Mendesdan 6-daqiqadayoq qasos oldi. Salah Mendesning oyoqlari orasidan to'pni olib o'tib, jarima maydoni ichiga yaqinlashib zarba yo'lladi, lekin biroz noaniq. 10-daqiqada jamoa burchak zarbasidan so'ng yana 2 zarba yo'lladi. Van Dijkning zarbasi raqib himoyachilar tomonidan blok qo'yilgan bo'lsa, Soboning zarbasi anchagina noaniq chiqdi. Birinchi uchrashuvda Liverpoolning ilk aniq zarbasi golga aylangan edi. Ushbu bahsda esa PSJning ilk zarbasi golga aylandi. PSG himoyasi va yarim himoyachilarning barchasi pressingda ham erkin harakat qila oladigan futbolchilar. Ular bunday yuqori bosimda ham yaxshi o'ynay olishadi. Enrike ham so'nggi transfer o'yinlarida aynan mana shunday tipdagi futbolchilarni tarkibiga qo'shib olmoqda. Mendes bitta pas bilan markazdagi Dembele'ga to'pni uzatdi. Usmonning qarshiliksiz to'pni qabul qilishida sheriklarining xizmati katta. Vitinha Soboslayni qanotga olib ketgan bo'lsa, Xvich Arnoldni o'zini oldiga chaqirgan edi. Dembele o'ng qanotdagi Barkalega uzatma berdi va o'z jarima maydoni ichiga kirdi. Barkale ham to'pni unga qaytardi. Konate va Alisson xatolikka yo'l qo'shdi. Natijada super formadagi Dembele gol kiritdi. Usmon uchun bu gol 2025-yildagi 21-gol edi. Mavsumdagi esa 29-gol. Bundan tashqari uning hisobida 6 assist ham bor. 27 yoshli Wenger allaqachon eng yaxshi mavsumidagi natijalardan ham o'tib ketib bo'ldi. Dembele 2016-2017-yilgi mavsumda Borussia safida 10 gol va 20 assist qayd etgan edi. Ushbu mavsumda ko'proq markazda o'ynayotgani uchun gollar ko'p, assistlar esa kamligi menimcha ajablanarli holat emas. PSJda ijrochilar qanchalik ko'p bo'lmasin, baribir Liverpoolning yovvoyi pressingidan chiqishga qiynaldi va ko'pincha to'pni yo'qotishga majbur bo'ldi. 16-daqiqada to'p raqibdan olib qo'yilgach, Konate 14-hududdan zarba yo'llab ko'rdi. Gianluigi'dan ajoyib seyf. 17-daqiqada esa PSG futbolchilari Arnolddan to'pni olib qo'yib qarshi hujumga qochib ketishdi. Lekin Alisson o'z mahorati
mahoratini ko'rsatib, gol bo'lishiga yo'l qo'ymadi. O'yindagi harorat juda yuqori edi. Har bir daqiqada ikki jamoa hujumga borayotgan edi. Jotaning 19-daqiqadagi zarbasi biroz noaniq chiqdi. PSJning uchrashuvdagi sxemasi 4-3-3 bo'lsa-da, vaqti bilan raqib hujumlardan kelib chiqib 4-5-1 sxemasida harakat qilishiga to'g'ri keldi. Fabian Ruiz Soboslay bilan personal ravishda o'ynaganini ko'rdik. Dominik hujumni juda yaxshi qo'llab-quvvatlaydi. Bundan tashqari, tashkiliy ishlarda ham juda faol o'ynaydi. Yuqorida pressingdagi harakatlarni ham aytib o'tgan edik. Qolaversa, Sobo bitta pas bilan xavfli hujumni yaratish ham mumkin. Bunday universal futbolchining yopilishi himoyaga biroz erkinlik beradi. PSG ko'pchilik bo'lib pressingga bormadi, lekin juda aqlli harakat qildi. Raqib futbolchilaridan qaysi biridir to'pni o'zida ko'p ushlab qolayotganini ko'rishlari bilan unga bosim qilishdi va xato qilishga majbur qila olishdi. 31-daqiqada shunday xatodan so'ng Dembele 1-1 chiqib ketgan edi, lekin so'nggi pallada fransuz to'pni o'zidan uzoqlashtirib yubordi. PSG hujumchilarining harakatlarini har bir o'yinda tahlil qilsangiz ham harakatlarini, joylashuvini taxmin qilish qiyinga aylanmoqda. Esingizda bo'lsa, avvalgi uchrashuvda qanotlarni almashtirishdan tashqari Barkala ko'proq chaproqda o'ynagandi, Kvara esa o'ngroqda. Ushbu bahsda esa aksi. Barkala o'ng qanotda, Hvicha esa chap qanotda o'ynadi. 35-daqiqada jamoadan navbatdagi xavfli qarshi hujum. Barkala himoyaga yordamga yetib kelib, Hakimi bilan pas o'ynab, jamoasining qarshi hujumini boshladi. Bradley vaqtida to'pdan qutulib, uni Dembelega uzatdi. Usmon ham Kvarani to'p bilan ta'minladi. Gruziyalik futbolchining kuchli zarbasiga rikoshet natijasida aniqlik yetishmadi. Liverpool ham qarshi hujumlarda vaqti bilan harakat qildi. Alissonning tezkorlik bilan hujum boshlashi natijasida 36-daqiqada jamoadan xavfli hujum ko'rdik. Lekin so'nggi pallada Nuno Mendes Salahning harakatlarini o'qiy oldi va hujumni bartaraf etdi. PSJning navbatdagi xavfli hujumi esa 41-daqiqada tashkil qilindi. Dembelening zarbasi rikoshet natijasida yanada xavfliroq ko'rinishga keldi, lekin birozgina noaniq. Birinchi bo'limning dastlabki daqiqalarida Liverpool ustunlik qilgan bo'lsa, taym yakuniga kelib o'yin tenglashdi. Hatto xavfli hujumlar borasida PSG Liverpooldan oshib keta oldi. Jamoa 4 golli vaziyat yaratdi. Mezbonlar esa 2 ta. XG'dagi ustunlik ham PSJda edi. Ikkinchi bo'limni jamoalar o'zgarishlarsiz boshlashdi. 46-daqiqada Diasni o'tib ketishiga PSG sardori Marquinhos fol orqali qarshilik ko'rsatdi va natijada ogohlantirildi. Braziliyalik himoyachi avvalgi bahsda ham sariq kartochka olgan edi. Shu sababli keyingi o'yinni o'tkazib yuboradi. Liverpool ikkinchi bo'limning dastlabki daqiqalarida ham pressing qilishni davom ettirdi, lekin birinchi bo'limdagi qarshi hujumlardan xulosa qilgan holda unchalik yuqoriga ko'tarilmadi. PSG uchun esa bunday pressing qiyinchilik tug'dirmaydi. Bu pressingni buzib o'tish uchun jamoadagi ijrochilar yetarli edi. Mehmonlarning ushbu uchrashuvdagi ko'rinmas qiroli Joao Neves edi. Portugaliyalik yarim himoyachi hujumlarni buzishda juda zo'r harakat qildi. U o'zi ishtirok etgan 12 ta duelning 10 tasini yutib chiqdi. Vitinha bilan tandemiga avvalgi tahlilda ham yetarlicha to'xtalganmiz. Ushbu bahsda ham bu tandem yaxshi ishladi deb qo'yish bilan cheklanamiz. Liverpool ham PSG kabi ushbu bahsda ofsayddan gol kiritdi, lekin ofsaydni qayd etish uchun linesmenning o'zi yetarli bo'ldi. Uzoq davom etgan hujumni Sobo yakunlagandi, lekin Dias ofsaydda qolib ketgan. Ikkinchi bo'limda Liverpool yana faollashdi va PSJni himoyaviy harakatlanishga majbur qildi. Diasning uzatmasidan so'ng Mendes uzoqlashtirdi. To'p esa Soboga kelib tushdi. Vengriyalik futbolchining zarbasiga Pacho vaqtida blok qo'ydi. 58-daqiqada burchak zarbasidan so'ng Dias zarba yo'lladi. Donnarummadan super save. Liverpoolni to'xtash niyati yo'q edi. Merseysaydeliklar standartlarda ham juda xavfli jamoaga aylanib bormoqda. Navbatdagi xavfli zarba ham kornerdan so'ng yuziga keldi. McAllisterning uzatmasini Donnarumma uzoqlashtirdi. To'p esa kutilmaganda Salahga kelib tushdi. Misrlik futbolchi ham darhol zarba yo'llagandi, lekin so'nggi pallada Hvicha to'pni qaytardi. 67-daqiqada PSG Barkala o'rniga Dueni o'yinga tashladi. Barkala golda ishtirok etgan bo'lsa ham uning o'yini ushbu bahsda chiqmadi. 67 daqiqa ichida Bradley bor
yo'g'i 17 marta to'pga tegindi va 8 ta aniq uzatma berdi. 5 ta dueldan bor yo'g'i bittasini o'z foydasiga hal qildi. Liverpulning o'zgarishlari 73-daqiqada amalga oshdi. Biri kutilgan o'zgarish bo'lsa, yana biri majburiy o'zgarish bo'ldi. Jota o'rniga Nunes va jarohat olgan Arnold o'rniga Quansah. Aksiga olib, Conor Bradley ham hozir jarohatda. 75-daqiqada zaxiradan maydonga tushgan Quansah burchakdan uzatilgan to'pdan so'ng zarba yo'lladi, lekin birozgina noaniq. 79-daqiqada Quansah yana bir bor zarba yo'lladi. Bu safar ustunga tegib to'p maydonga qaytdi. Nunes birinchi bahsda o'yinga qo'shilishi bilan sezilarli darajada o'yinni kuchaytirgan edi. Ushbu bahsda esa o'yinga qo'shilib olishi biroz qiyin bo'ldi. PSG ikkinchi bo'limdagi ikkinchi zarbasini yo'llash uchun 40 daqiqa kerak bo'ldi. Ilk zarba 47-daqiqada yo'llangan edi. Keyingi zarba esa 87-daqiqada Xvicha tomonidan yo'llandi. Kvaratskhelia zarbasi xavfli chiqdi, lekin noaniq. PSG tarkibidagi Enrique uslubiga tushmaydigan yagona futbolchi bu uchrashuv qahramonlaridan biri Donnarumma edi. Italiyalik posbon ushbu bahsda 39 ta uzatma berib, undan bor yo'g'i 51% aniq amalga oshira oldi. Bu o'yindagi eng yomon natija hisoblanadi. Lekin italiyalik posbon ikkinchi qavatda to'pni jamoasiga olib berdi. Liverpul birinchi o'yindagi muvaffaqiyatsiz krosslardan ham xulosa qilmagan edi. Ushbu bahsda mezbonlar 37 ta kross amalga oshirishdi va bor yo'g'i 6 tasi muvaffaqiyatli chiqdi. Bulardan bir nechtasi standartdan ekanligini yuqorida ham ko'rib chiqdik. Dastlabki o'yinda bu statistika 5 tadan bitta edi. Shu bilan 90 daqiqalik yakuniga yetdi. 90 daqiqadagi o'yinda bemalol teng o'tdi deb ayta olamiz. O'yindagi nazorat ham 51 ga 49 edi. Zarbalar borasida Liverpul oldinda bo'lsa-da, xavfli vaziyat borasida mehmonlar ustunroq edi. PSG ikkinchi bo'limda 3 ta zarba bilan cheklandi. Ular bor kuchlarini qo'shimcha bo'limlarga olib qo'yishganini ekstra taymlarda ko'rsatishdi. 3-bo'lim boshida har ikki jamoa bittadan o'zgarish amalga oshirdi. Jonas McAllister o'rniga maydonga tushgan bo'lsa, Zaire Emery Ruiz o'rniga o'yinga qo'shildi. PSG o'yinni boshlashdagi harakatlari orqali qo'shimcha bo'limlarda pressingda o'ynamoqchi ekanligini Liverpulga ko'rsatib qo'ymoqchidek ko'rindi. Vitinha to'pni outga tepdi va jamoa Liverpuldan pressing natijasida tezda to'pni olib qo'ydi. 92-daqiqada ikkinchi bo'lim so'ngida maydonga tushgan Beraldo standartdan so'ng xavfli zarba yo'lladi, lekin biroz noaniq chiqdi. Keyinroq esa Due ham omadini sinab ko'rdi. Unga ham biroz aniqlik yetishmadi. 102-daqiqada ikkala jamoa tarkibidagi eng faol bo'lgan futbolchilar maydonni tark etishdi. Har ikkisining raqami 7 edi. Ularning o'rniga Gakpo va Kanglilar maydonga tushdi. 105-daqiqada Soboslay o'rniga Elliot maydonga tushdi. 112-daqiqada Liverpulda navbatdagi majburiy o'zgarish. Jarohat olgan Konate o'rniga Endo maydonga tushdi. Qo'shimcha bo'limlarda PSG umumiy 11 ta zarba yo'lladi va bulardan 2 ta Duening va bitta Dembelening yo'llagan zarbalari ancha xavfli chiqdi. Liverpul esa 30 daqiqa ichida bir marotaba zarba yo'lladi. U ham noaniq chiqdi. PSG bitta o'zgarishni penaltilar uchun olib qo'yganini 120-daqiqadagi o'zgarishdan ham tushunishimiz mumkin edi. Enrique hujumchi Gonzalo Ramosni Joao Neves o'rniga tushirdi. Bu yog'iga penaltilar seriyasi edi. Penaltilar seriyasida ruhiyati kuchliroq bo'lgan jamoa keyingi bosqichga yo'l oladi. Dastlabki zarbani Vitinha tepdi va o'z uslubida gol kiritdi. Salah ham mo'ljalda adashmadi. Penalti tepish uchun maydonga tushgan Ramos ham gol urishni uddaladi. Darwin Nunes esa foydalana olmadi. Gianluigi'dan save. Asl chapaqay bo'lgan, lekin penaltilarni o'ngda yaxshiroq tepadigan Dembele ham mo'ljalda adashmadi. Curtis Jones esa gol kirita olmadi. Nunes va Jonesning kelishidan o'zi ular yuqori hayajonda ekanligini ko'rib turishimiz mumkin edi. Har ikki futbolchi kuchli hayajon va raqib muxlislari bosimini yengib o'ta olmadi. 19 yoshli Due esa uchrashuvdagi hal qiluvchi zarbani ishonch bilan tepdi va o'yinni yakunladi. PSG kuchli ruhiyat, darvozabonning mahorati va albatta murabbiyni o'yinga juda zo'r
motor tayyorlagani orqali keyingi bosqichga yo'l oldi. Mavsumni dahshatli o'tkazayotgan guruhda birinchi o'rinni egallagan Liverpool esa musobaqa bilan nimchorak finaldayoq xayrlashdi. PSJning chorak finaldagi raqibi Aston Villa bo'ladi. Endi navbat Wanda Metropolitanodagi bahsga. Madrid derbisidan so'ng har ikki klub La Liga doirasida o'z o'yinini o'tkazdi. Simeone shogirdlari kutilmaganda Hetafega mag'lub bo'lgan bo'lsa, qirollik klubi Rayo Vallecano'ni mag'lub eta oldi. Ikkala klub ham rotatsiya qilish orqali ayrim yetakchilariga dam berdi. Har ikki klub avvalgi uchrashuvga ko'ra ikki o'zgarish bilan ushbu bahsni boshladi. Atletico de Galyan va Lino o'rniga Conor Gallagher va Mandavalar maydonga tushdi. Realda esa Brahim va Kamavinga o'rniga Modric va Bellinghamlar uchrashuvni asosiy tarkibda boshlashdi. Simeone tanlagan tarkib o'zini oqlaganini ilk daqiqalardayoq ko'rdik. Atletico 27-soniyadayoq gol kiritdi. Gol muallifi Conor Gallagher. Ushbu golda Juliano Simeonening xizmati katta edi. Argentinalik hujumchi dastlab Mendini o'zi bilan olib ketib, De Paulga bo'sh zona ochgan bo'lsa, keyingi uzatmasi orqali Asensio va Courtois'ni chalg'ita oldi. Ushbu tezkor gol orqali Atletico o'yinni umumiy hisobda 0-0 bilan boshladi. Har ikki jamoaning hozirgi kundagi asosiy sxemasi 4-4-2. Ushbu bahsda ham jamoa futbolchilari ushbu sxemaga ko'ra joylashishdi. Vaqti bilan raqib hujumiga qarab sxemalar o'zgarib bordi. Kutilganidek jamoalar ilk daqiqalardanoq pressing qilishdi. Atletico futbolchilari Realning hujumida futbolchilarni asosan 2 kishi bo'lib kutib olishdi. Natijada Real zarba berishga juda qiynaldi. Umuman Atletico qanday himoyalanish kerakligini biladigan jamoa, ayniqsa Realga qarshi. Bu yil Ancelotti va Simeone o'rtasida ichki chempionat doirasidagi har ikki bahs ham durang bilan yakunlangani bejiz emas. Simeone jamoasi himoyalanishda 5-4-1 sxemasida harakat qildi. 5 himoyachi raqib jamoaning qaysi qanotdan hujum tashkil qilishiga qarab o'zgarib turdi. Agar Real o'ng qanotdan hujum qilsa, kichik Simeone 5-himoyachi bo'ladi. Agar hujum chap qanotdan tashkil qilinsa, Gallagher 5-himoyachi rolida. Tezkor Julian Alvarez o'z imkoniyatlarini qarshi hujumda kutdi. 21-daqiqada uning o'zi qarshi hujum boshladi va yakuniy zarbani ham jarima maydoni tashqarisidan yo'lladi va ushbu zarba ancha xavfli chiqdi, lekin biroz noaniq. Atleticoning juda zich himoyasini Real futbolchilari yorib o'tishga juda qiynalishdi. Natijada qanotlarga tortib ko'rmoqchi bo'ldi, markazdan yorib kirmoqchi bo'ldi. Ikkinchi qavatdan ham uzatmalar amalga oshirib ko'rishdi, lekin ko'pincha muvaffaqiyatsiz yakunlandi. Argentinalik forvard Alvarez 25-daqiqada yana bir zarbani yo'lladi. Bu safar aniq, lekin Courtois'dan ajoyib sev. Simeonening bosimi natijasida Rudi to'pni uzoqlashtiraman deb Alvarezga tashlab berdi. Julian ham tezlikda Asensioni mag'lub etib zarba yo'llab ko'rdi. Realning ilk aniq zarbasini shunchaki statistika uchun deb atasak bo'ladi, chunki bu zarba Oblak uchun umuman qiyinchilik tug'dirmadi. Rodrigo zarbani chap oyoqda tepgan edi. Real to'pni yo'qotganidan keyin darhol pressing uyushtirmadi. Natijada esa Simeone jamoasi juda osonlik bilan qarshi hujumlarga o'tdi. Hisobdan kelib chiqib matraschilar ham katta tavakkalga qo'l urishmadi. Atleticoning navbatdagi zarbasi burchak zarbasidan so'ng bo'ldi. Langrening zarbasiga aniqlik yetishmadi. 39-daqiqada esa Alvarez yana bir bor zarba yo'lladi. Bu safar jarima maydoni ichidan Courtois'dan navbatdagi seyv. Birinchi bo'limda Atletico to'pni Realga bergan holda xavfli hujumlar tashkil qildi. Realda esa hech nima o'xshamadi. Ikkinchi bo'limda ham ilk aniq zarba mezbonlar tomonidan yo'llandi. Alvarez yana jarima maydoni tashqarisidan zarba yo'lladi. Belgiyalik posbondan esa navbatdagi seyv. Atletico markaziy yarim himoyasi bir-birlarini ushbu bahsda juda yaxshi to'ldirdi. Barrios himoyaga javob bergan bo'lsa, De Paul hujumlarni tashkil qilish bilan shug'ullandi. Har ikkisi o'ziga berilgan vazifani a'lo darajada bajarib berdi. 58-daqiqada Reynaldo katta tezlikda qarshi hujumga o'tdi, lekin Raul Asensio bilan bir xil tezlikda yugurib, uni so'nggi pallada zararsizlantira oldi. 59-daqiqada esa Rudigerning xatosidan so'ng Atletico Madrid qarshi hujumga o'tib ketayotgan edi. Bu safar darvozabon bilan
bilan birga bir holatga chiqib ketishi mumkin edi, lekin yana Raul Asensio katta sahnaga chiqdi. Asensio mana shunday yorqin o'yinlar orqali ham milliy terma jamoadan chaqirib oldi. Raul ushbu yig'inda Ispaniya terma jamoasiga chaqirilgan Real Madriddan yagona futbolchi bo'ldi. 65-daqiqada Ancelotti o'yinni o'zgartirish va saqlab qolish uchun yangi qonlarni maydonga tashladi. Modric va Tchouameni o'rniga Kamavinga hamda Vaskeslar maydonga tushdi. Lukaning hozirgi kundagi formasi 90 daqiqa yuqori formada harakat qilishga yetmaydi. Tchouameni esa sariq kartochka olgan edi. Vaskes qanotdan joy oldi, Valverde va Kamavinga esa markazga joylashdi. Kamavinga mavsum boshidagi jarohatdan keyin o'z o'yinini namoyish qilishga qiynalayotgan edi. Uning xatolari natijasida jamoa bir necha bora ochko yo'qotgan edi. Ushbu bahsda esa Kamavinga fenomenal harakat qildi. Fransiyalik yarim himoyachi raqib hujumlarini buzishda faol ishlatmasdan to'pni olib qo'yishlari orqali jamoa xavfli qarshi hujumlar ham tashkil qildi. Ayniqsa 68-daqiqada hamyurti Griezmanndan to'pni olib qo'yib boshlab bergan hujumidan so'ng Kylian Mbappe penalti ishladi. Ushbu hujumda Vinicius ham vaqtida Bellinghamga to'pni uzatgan edi. Jude Bellinghamdan Kylianga uzatma. Mbappe esa o'zining solo yurishi bilan raqib himoyachilarini xato qilishga majbur qiladi. Lekin 11 metrlik nuqtada juda katta bosimda bo'lgan Vinicius adashdi. Atleticoning bu safargi qarshi hujumida Giuliano Simeone zarba yo'lladi. Courtois esa ushbu bahsda seyf qilishdan charchamadi. Real 79-daqiqada odatiy o'zgarishni amalga oshirdi. Rodrigo o'rniga Brahim Diaz. 83-daqiqada esa majburiy o'zgarish. Jarohatlangan Mendy o'rniga Garcia o'yinga qo'shildi. Atletico 85-daqiqadan 94-daqiqagacha 4 ta o'zgarish qildi. So'nggi o'zgarish majburiy edi. Dastlab Lino Gallagher o'rniga, keyin esa Simeone va Griezmann o'rniga Correa va Sorlotlar maydonga tushdi. So'nggisi esa De Paul o'rniga Molina. Jamoalar vaziyatni tushunib turgan holda katta riskka borishmadi. Real Madrid futbolchilari maksimal xato qilmaslikka harakat qilgan bo'lsa, matraschilar o'z imkoniyatlarini faqat qarshi hujumda kutishdi. Zaxiradan tushgan Correa o'yinga nuqta qo'yishi mumkin edi, lekin argentinalik futbolchi zarbaning kuchiga e'tibor berib, aniqlikni unutib qo'ydi. Qo'shimcha bo'limlarda ham jamoalar penaltilar seriyasiga tayyorlik harakat qildi. Bahs xuddi yuqoridagi ssenariyda davom etdi. Ikkala jamoa ham 4 tadan zarba yo'lladi. Oblak va Courtois bittadan seyf. Atletico yana 2 o'zgarishga qo'l urdi va ikkisi ham himoyachi. Dastlab bo'lim boshida Langley o'rniga Lenormandni tushirgan bo'lsa, keyinroq jarohatlangan Mandavani Azpilicuetaga almashtirdi. Real esa Vinicius Junior o'rniga Endrikni maydonga tashladi. Real Madrid penaltilar seriyasida tajribali ekanligi hech kimga sir emas. Ayniqsa Chempionlar Ligasida jamoa 7 marotaba penaltilar seriyasida qatnashgan va faqat bittasida Bavariyaga mag'lubiyatga uchragan. Penaltilar seriyasida ruhiyat juda yuqori planga chiqishi hammaga ma'lum. Kim ruhiy tomonlama kuchliroq bo'lsa, shu jamoa yutib ketadi. Lekin ushbu bahsda qo'shimcha faktorlar ham aralashishiga to'g'ri keldi. Bu maydonning sirpanchiqligi. Alvarez sirpanib ketishi natijasida to'pga ikkala oyog'i bilan tegib ketdi va qoidalarga ko'ra VAR ko'rib chiqib vaziyatni bekor qildi. Ushbu vaziyat juda ko'p muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Ba'zi muxlislar ikkita oyog'i tegmaganini aytayotgan bo'lsa, boshqalar tekkan bo'lsa-da, qasddan qilinmagani uchun gol hisoblanishi kerakligini ta'kidlamoqda. Yana muxlislar esa qoida bu qoida ekanligini va bunga amal qilinishi kerakligini aytmoqda. Simeone ham bahsdan keyin emotsiyada jurnalistlardan kim ikki oyog'iga tegdi deb hisoblasa, qo'lini ko'tarishini so'radi. Qolaversa VAR penaltilar seriyasiga aralashganini hech qachon ko'rmaganini aytdi. Lekin IFAB, ya'ni International Football Association Board reglamentida VAR quyidagi 4 holatda penaltilar seriyasiga aralashishi mumkinligi yozib qo'yilgan. 2023-yilgi Yevropa Ligasi finali Sevilla-Roma uchrashuvida Rui Patricio chiziqdan chiqib ketib penaltini qaytargani VAR orqali qayd etilgan va Montiel qaytadan to'pni tepib gol kiritgan edi. Ushbu gol esa jamoaga chempionlikni olib bergan. Shuningdek, 2 marotaba oyoq tegishi natijasida 7 yil oldin Marezning Manchester Cityga urgan goli bekor qilingan edi. Men ham qoidani shundan bilib olgan edim. Ayrim sobiq futbolchilar ham ushbu vaziyatga
o'z fikrlarini bildirib o'tishdi. Hozir CBS ko'rsatuvida ekspertlik qilayotgan Thierry Henry Alvaresning 2 marotaba tekkanini kadrda ko'rish qiyin. U 2 marta tegdi deya o'z fikrini bildirgan bo'lsa, sobiq Atletico futbolchisi Aguero stream vaqtida Alvaresning penaltisidan keyin darhol 2 marotaba tegib yuborganini aytib o'tadi. Yana bir sobiq futbolchi Marco van Basten esa hech qaysi jamoani qo'llab-quvvatlamasligini aytgan holda Alvares 1 marotaba to'pga tekkanini aytdi. UEFA ham bunday bahsli vaziyatda o'yindan keyin darhol bayonot bilan chiqdi. Ushbu bayonotda Alvaresning ikkinchi oyog'i ham minimal ravishda to'pga tekkanligi qayd etilgan edi. Penaltilar seriyasida bundan tashqari har bir jamoaning bittadan futbolchisi gol kirita olmadi, lekin ushbu vaziyat o'yinni hal qildi. Vaskesning penaltisini Oblak olib chiqqan bo'lsa, Marcos Llorentening zarbasi to'singa tegib maydonga qaytdi. So'nggi zarbani esa Real tarkibidagi eng telba futbolchi Rüdiger tepdi. Germaniyalik himoyachi gol kiritib, jamoasiga g'alabani taqdim etdi va barcha futbolchilar uning uslubida g'alabani nishonlashdi. Shu bilan 10-tahliliy videomiz ham yakuniga yetdi. Videolarni davomiy kuzatishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Fikrlaringizni albatta izohlarda yozib qoldiring. Biz esa yana mana shunday tahliliy videolarni qilishda davom etamiz. Sizlar bilan Kamina Farhod To'lqunov bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.